Barselona Atletico Madrid 0-2 va do'stlar Barselona Camp Nouga qaytgandan beri juda ham muhim o'yinda 16 yoki 17 talik g'alabali seriyadan keyin Atletico Madridga mag'lub bo'lyapti. Birinchi taymda Barselona bir nechta imkoniyatlardan foydalana olmadi. Rashfordning o'zi kamida dubl qayd etish mumkin edi va taym so'ngida Kubarsi Giuliano Simeoneni yiqitgandan keyin sariq kartochka, undan keyin VAR ko'rildi, undan keyin to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka va aynan shu nuqtada Julian Alvares dahshatli golni jarima zarbasidan Joan Garsiyaning darvozasiga yo'lladi, hisobni ochdi. Va ikkinchi taymda Barselona qo'shdi, bitta futbolchi kam bo'lib o'ynagan bo'lsa-da, lekin Simeone shu zahotiyoq Sherlotni maydonga tushdi va gol kiritdi. Endi do'stlar, javob o'yinda nimalar bo'lishi juda ham qiziq. Barselonaga oson bo'lmasligi aniq. Metropolitano, Kubarsining yo'qligi, Camp Noudagi o'yinda qayd etilgan natija va Barselona albatta harakat qiladi-yu, lekin Atletikoni bilasiz, ayniqsa bu mavsumda Atletico Madrid umuman boshqacha rejimda o'ynayapti. Bo'lib ham Barselona bilan Copa del Rey doirasida to'qnash keldi va finalga yo'l oldi. Endi esa Chempionlar Ligasi doirasida biz Metropolitanoda jang ko'rishimiz aniq. Camp Nouda bo'lib o'tgan Atletico Madridga qarshi trilogiyaning ikkinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Va Parijda ham katta o'yin bo'lib o'tdi. PSG Liverpoolga qarshi avvalgi mavsumning asosiy qahramonlari Duening juda ham chiroyli gol kiritgan do'stlar. Aynan mana shu gol bilan Parij oldinga chiqdi. Ikkinchi taymda esa Kvaratskhelia o'yinni hal qilgan golni kiritdi. Parij o'sha o'zgarmagan. Endi Enfieldda bo'ladigan o'yinda to'g'risi Liverpool qay darajada reaksiya ko'rsata oladi, buni albatta biz bir haftadan keyin bilib olamiz.